Assalomu alaykum briefing ishtirokchilari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Kogon shahar mahalliy byudjetining 2026-yil daromadlari bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Kogon shahar mahalliy byudjetining daromadlari rejasi 79 milliard 35 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 20 milliard 755 million so'm rejaga nisbatan 26.3% ga bajarildi. Jumladan Kogon shahar mahalliy byudjet daromadlarining soliq inspeksiyasi tomonidan bajariladigan 2026-yildagi rejasi 24 milliard 150 million so'm belgilanib, amalda joriy yilning mart oyida 5 milliard 178 undan 5 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 21.4% ga bajarildi. Shuning bo'yicha Kogon shahar mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi chorak rejasi 17 milliard 681 million so'm belgilangan bo'lib, amalda joriy yilning 25 mart oyiida 20 milliard 755 million so'm yoki belgilangan rejaga nisbatan 3 milliard 73 million so'm ortig'i bilan bajarishga 117% ga bajarishga erishildi. Kogon shahar mahalliy byudjetining 2026-yil xarajatlar bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Kogon shahar mahalliy byudjetining 2026-yil daromadlar va xarajatlar qismi 79 milliard 305 million so'm belgilangan bo'lib, munosib ravishda belgilangan sohalar kesimda tahlil qilinganda shahar maktabgacha ta'lim bo'limi sog'liqni saqlash xarajatlari uchun 18 milliard 766 million so'm, 679 million so'm mening maktabim loyihasi uchun, shahar madaniyat bo'limi saqlash xarajatlari 5 milliard 287 million so'm, shahar yoshlarning agentligi hududiy bo'limlarini saqlash xarajatlari 5 milliard 287 undan 3 million so'm, shahar sport maktabini saqlash xarajatlari 6 milliard 535 million so'm belgilangan. Shahar kambag'allik qisqartirish va bandlik bo'limi saqlash xarajatlari 1 milliard 562.6 million so'm. Shahar obodonlashtirish boshqarmasining saqlash xarajatlari 19 milliard 576.2 million so'm. Shahar hokimligining saqlash xarajatlari 20 milliard 131 million so'm. Shundan keyin fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga 9 milliard 880 million so'm mablag'lar rejalashtirilgan. Mahalliy byudjetning jamg'armasi uchun 600 million so'm zaxira jamg'armamiz 978.4 million so'm belgilandi. E'tiboringiz uchun rahmat.